26 год, 18 мая. У ребенка вирусные поражения от торч-инфекции. Qaysi viruslar? Герпес, yana. СМВ, циталомегаловирус, еще какие? Yana qaysi? Значит, вот два герпес и, значит, СМВ, значит, и сказали, что от этих вирусов у него идет вот такие изменения. И продолжает лечиться, получать противовирусные лечение. Demek bemorimizda gerpes bilan SMV bor deyilgan va virusga qarshi lечение olyapti. Сейчас я хочу рассказать вам о состоянии головного мозга и правильно ли поступает сейчас врач, который лечит. И что нужно сделать, чтобы избегать осложнений противовирусных лечений. Давайте посмотрим. Значит, это месяц назад прошли, значит, обследование. Значит, признаки гипоксии, ишемической энцефалопатии, частичной гипоплазии мозгового тела, умеренной атрофии большеполушария головного мозга с асимметричной вентрикуломегалией, МРТ признаки локального расширения субарахноидного пространства правой лобно-теменной области, субдуральная гематома, признаки лейкоцитозных изменений субарахноидного пространства задней черепной ямки. Здесь почти 75% головного мозга поражен. 70%. Извилины узкие, суженные, борозды расширенные. В общем, тотальное диффузно-органическое изменение головного мозга. Теперь, какие у них жалобы, каких у них проявлений. Bemorimizda герпес bilan SMV bo'yicha, sitalomegalovirus bo'yicha virus bilan nima qilgan va tug'ishdan oldin ham buni nima qildingiz? Siz tushunmayapman. Tug'ishdan oldin ham bolani nima qildingiz? Davolatdingiz. Gapiring. Перед родом тоже ovozingiz chiqsin. Перед родом тоже они, значит, virusga davolandingiz. Xo'p. Vrachlarning nomini aytingda, undan keyin nima o'zgarish, hozir nima shikoyatlaringiz bor? Ayting. Hikoya ko'rib turing. Tug'ishdan oldin virusga davolanib turdim, lekin bolada virus yuqori deyishdi tug'ilgandan keyin. Virus yuqori deyishdi va hozir ham davolangan. Xo'p, virusga davolanganingizdan keyin nima natija sezdik? Sezganingiz. Necha oydan beri virusga davolanasiz? 3 oy. 3 oydan beri. Hamma противовирус lecheniyalarni oldingiz. Misol, masalan, protiflazid oldingiz. Shunaqami? Biferon oldingiz. Endi sanab o'tmang, kerak emas. Xo'p, aya nima bo'ladi o'zi bolangiz? Ayting menga, nima shikoyatlari bor? Siz gapiring. Yo'q, asosiylarini ayting. Asosiysi yo'q, sudurgi beradi, bo'yni tutmaydi, o'tirmaydi, lekin 15 kunda bir reanimatsiyadasiz, yo 10 kunda bir. Bir haftada bir reanimatsiyadasiz. To'g'rimi? Bir haftada bir reanimatsiya, nima qilishadi reanimatsiyada? Isitmasi 39 bo'lib tushmaydi-da, keyin reanimatsiyaga boramiz, tushirishadi. Bitta pankalaydi. Endi deydi, virusni mana avval ham davolandingiz, hozir ham davolandingiz. Virusni pastga tushirib yubora olmaysiz. Tushundingiz? Va virusga qarshi preparatlar bu o'ziga xos yonaki zaharli ta'siri bor. Shuning uchun bu yerda virus уже qilishini qilib o'tib ketdi. Va bu viruslarga qarshi endi qarshi tanachalari bor. Здесь вирус сделал уже все, что нужно было уже, он повредил ткань головного мозга, есть суборганические изменения. Противовирусное лечение здесь не имеет никакой роли для результата. Здесь нужно бороться с осложнениями virusного заболевания. Bu yerda virusni keltirgan zarari bilan olish kerak. Tushundingiz? Virus bilan olish kerak emas, virusni zarari bilan. Istimasini tushib chiqishi uchun biz sizga 100% tabiiy bo'lgan dorimizni beramiz. Mana bugungi chisloni aytib, 2026-yil nechinchi chizlo ekan? 16-may. Ayasi bizda davolangandan keyin haqiqatda shunaqa bo'ladimi, bo'lmaydimi aytadi. Dorimizni nomi Pankararay.
Buni ancha yillardan beri bizni bemorlarimiz biladi, bir 10 yildan beri shuni olib berasiz. Tushundingiz? Damlab berasiz, smesiga qo'shib berasiz, qanaqa bo'lsa ham beraverasiz, farqi yo'q. Tushundingiz? Siz gapiryaptidingiz, dadil gapirmay qo'ydingiz, gapiring. Yo xohlamayapsizmi? Gapiring. Masalan, reanimatsiyaga tushadi, isitma tushib ketadi, ko'tarilib ketadi. Chunki ko'pchilik bilsa savobda bu ham. Siz kimgadir foyda berayotgan bo'lasiz, gapiring. 3 kun uyda, bir hafta reanimatsiyada, birinchi yordam ko'rsatiladi. Qanchadan beri? 2 oy. 2 oydan beri shunaqa bo'ldi. 2 oydan, значит, Qisqa последние 2 месяца, 3 дня дома, неделя уже в больнице, говорит. И показывает первичную помощь, делает уколы, инъекции, ну, камвлекс, там еще другие разные. Потом, что? Да. Kompleks oladi, sidrga to'xtaydi. Bo'lmasam 2 To'xtamaydi. 1 minut 2 minut o'taveradi. O'taveradi, непрерывно. Kuniga nechta bo'ladi shu holatlar? 20 tadan oshib bo'ladi. Qanchadan? 20 tadan oshib. 20 tadan oshib. Reanimatsiyaga borgungacha 20 tagacha bo'ladi. Bormi videosini ko'rsatingiz? Demak, pankreas bilan davolab ko'ramiz. Isitmasi chiqadimi, chiqmaydi va miyasini chandiqlari bilan olishamiz. Значит, здесь вопрос вставляется такой. Если у ребенка вирусные поражения центральной нервной системы, нужно ли продолжать противовирусное лечение? Нужно ли продолжать противовирусное лечение? Вот этот судороги, как у него происходит, видно, да, здесь? Так. И, значит, по типу саламовской или по типу вздрагивания, сейчас точно не могу уточнить, потому что информация недостаточная. Значит, вопрос. Demek agar virus bilan zararlangan bo'lsa, virusga davolanish kerakmi burimi yoki u nasoratlari bilan olish kerakmi? Albatta, nasoratlar bilan olishib, miya to'qimalarini funksional jihatdan qayta tiklanishiga imkon yaratish kerak. Нужно дать возможность функционального восстановления тканей головного мозга. Нейрогистологические, нейроморфологические восстановления будет, не будет, покажет время. Но именно функциональное восстановление играет большую роль для качества жизни ребенка. Alloh shifo bersin, дай Bog здоровья. Gapingiz bo'lsa ayting. Rozimisiz shu videorolikka? Sizchi? Bo'ldi, все. Chunki tushirma dedi, tushirganim yo'q, yaxshi ham dedi. Tushirmadimmi?